Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi aka? Aka, ana bergan inkubatorimiz aka oshdi mana aka. Bugun 21-kun aka. 2024-yil 28-yanvar aka. 7-yanvarda bostirdim aka kech payt. Hali erta bilan 4 tasi erta ochgan ekan. Aka uni addeni qilib karbiga solib qo'ydim issiq uyda aka. Farg'onalik oladiganlar bo'lsa aytaverasiz aka. Kelib ko'rib ketaveradi aka. Hozir 50% oshdi aka mana. Qolganlar ochyapman, tuxumni yorib ostdi aka. Isvoy shanali aka. Keyin orada 2 marta o'chib qoldi, lekin makinator borligi ham tushadi. 25 gradusga tushdi oxiri. Lekin oshdi 100% ochar ekan.